siz HD va Full HD kачествоli kanallarni qidirib yuribsiz. Uning ustiga kanallar soni 1,5 mingtadan oshiq bo'lsa-chi va hammasi mutlaq tekin bo'lsa-chi, TV bola sizga 1,5 daqiqa ichida qanday qilib televizingizga yuklashni ko'rsatib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin bizlarni qo'llab-quvvatlashni so'rab qolamiz. Birinchi bo'lib приложениеga o'tib olamiz. Приложениеga o'tganimizdan keyin poiskga tushamiz. Poiskdan shu so'zlarni yozib olish kerak yoki голосовой orqali aytib olishimiz kerak. Televizor. Shuni bosib olamiz. Ustunovka qilamiz. Ochamiz. Mana birinchisiga kiramiz. Kirganimizdan keyin bundan birinchisiga kiramiz. Tepasiga. Bu yerga xohlagan ismimizni, o'zimizga yoqadigan brend nomini yozib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, bu yerga Shivaki deb yozib olamiz. Keyin pastida shu so'zni aniq oydin qilib yozib olishingiz shart. Hech qanday xatolarsiz yozib olishingizni so'rab qolamiz. Unda ishlamay qolishi mumkin. Ptichka belgisini bosamiz. Tepaga o'tamiz. Tepaga o'tgandan keyin bu yon tomondan ham ptichkani bosib olamiz. Pastga tushamiz, saqlanishni bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar, 1572 ta kanalni hammasi ko'rsatadi bemalol. Bu yerda kategoriya qilib ajratib qo'ygan. Sport kanallari, novosti kanallari, kino kanallari, muzikальный kanallar, детский kanallar hammasini alohida ajratib qo'ygan. Endi birinchi bo'lib sportga kiramiz. Endi ko'pchilik sport qiziqarli bo'lganligi uchun mana Match TV HD formatini ochamiz. Kassada uning hammasini ochyapti. Hech qanaqa qotmasdan ishlaydi. Internetingiz tezligi yaxshi bo'lsa, qotmasdan ishlaydi. Sedanta sportlar ham bor, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi mutlaq tekin. Endi kino kanaliga o'tamiz. Hammasi zo'r kачествоli kinolarni qo'yib yurishadi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qarshimizda televizor 55 talik Shivaki hisoblanadi. Против udalik hisoblanadi. Hozir shu yerda o'zi kichkina test ko'ramiz. Mustahkam televizor. Televizor programmasini bemalol Google TV, Android TV, V-Boy sistemada ishlaydigan, Tizen sistemada ishlaydigan televizorlarning barchasiga sinfga qilsa bo'ladi. Ya'ni LG, Samsung, Cell, Artel, Shivaki, Best televizorlarga bemalol sinfga qilsa bo'ladi. Bizlarni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun obuna tugmasini bosib qo'yishdan so'rab qolamiz. Yanada manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.